Navbatdagi manzilimiz Pazdarg'om Chorsuda. Tunika fonda narxlari va uyga qanday tunika fon qilsa yarashadi. Bugungi videoroligimiz mana shu haqida bo'ladi. Hozirgi kunda tunika fonlarimizning narxi 140 ming so'mdan 170 ming so'mgacha bo'lyapti. Markasi 140 mingdan boshlanadi. Past balandligi, murakkabligiga qarab narx ko'tarilib boraveradi. Tunika fonda narxlari va uyga qanday tunika fon qilsa yarashadi. Bugungi videoroligimiz mana shu haqida bo'ladi. Kimga videoroligimiz qiziq bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'ring. Biz esa boshladik. Navbatdagi manzilimiz Pazdarg'om Chorsuda. Hazrat akamizning xonadonini patologlarni tunika fon qilib berdik. Ishimizni ko'rib, usta yigitlarimizni professionalligiga baho beringlar. Hozirgi kunda tunika fonlarimizning narxi 140 ming so'mdan 170 ming so'mgacha bo'lyapti. Ba'zi birovlar chiqib 110 ming, 120 ming deyapti. Unaqa gaplarga ishonib o'tirmanglar. Ular katta ehtimol bilan kichkina joyda kvadratini katta ko'rsatishi mumkin. Shuni hisobiga bizlardan ham ko'payib ketadi. Endi qadriyatli ustalar, bir xudodan qo'rqqan ustalar to'g'risini aytib, toza materiallar bilan yaxshi ustalar ishlatgan bo'lsa, hozirgi kunda undan u yog'i o'zi topilmay qoladi, to'g'ri kelmay qoladi. Ishimizda sifatli mahsulotlar, professional ustalar ishlaydigan bo'lsa, eng boshlanish minimalkasi 140 mingdan boshlanadi. Ko'tarilib boraveradi. Dizaynga qarab, tunikani qalinligiga qarab, uyning past balandligiga, murakkabligiga qarab narx ko'tarilib boraveradi. Bu o'rtacha hisobda 140 mingdan 170 minggacha barcha xom ashyosi usta haqqi ichida qilib beryapmiz. Xo'p, mana bu uyda ko'rib turganlaringizdek devorlarimizni rangi g'ishtdan bo'lgan, Eron g'ishtlaridan, sokinlari ham juda ham chiroyli chiqqan, sokinlar granit toshlardan terilgan. Hamda tunika fonimiz rangi ham bu 90 gradusli variantda qilganmiz. Hammasi o'ylaymanki bir-biriga mos tushgan mana bu g'ishtga patologimiz juda ham bir-biriga mos tushgan, xuddi uzukka ko'z qo'ygandek. Siz ham uyingizda bir tashqi fasadlarni yoki ichki fasadlarni qilayotganda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar ranglarda bir-biriga uyg'unligi, ranglar bir-biriga mos tushishligi va shakllari ham bir-biriga mos tushadigan bo'lsa, ko'rganda odam havas qiladigan, bir baxtdir ochiladigan narsa bo'ladi. Mana shu ko'chadan o'tarkansiz, xudo xolasa, ushbu fayzli xonadonga ko'z tushganda albatta kayfiyatingiz ko'tariladi. Agar siz ham uyingizda mana shunaqangi bir kayfiyat ko'taradigan chiroyli bir atmosfera qilmoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun usta Abdulloh xizmatlarini taklif qilamiz. Pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram va WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Azizlar, biz ushbu uyimizda tunika fonini kvadratini 12,5 dollardan qilganmiz. Tunikamizni qalinligi 0.35 qalinlikdagi Toshkent metallurgiya zavodi tunikasidan bo'lgan. Barcha rasxodlari xomashyo usta haqqi ichida 12,5 dollardan qilganmiz. Azizlar, tunikani sal qimmat arzon bo'lishligi, obyomda katta kichikligiga, masofani uzoq yaqinligi hamma narsa inobatga olib qilinadi. Bizlarning qilgan patologlarimiz, tunika fonlarimiz uyni dizayniga qay darajada mos tushganini kommentariyada, izohlarda fikrlaringizni bildiringlar. Biz buni albatta inobatga olamiz. Agar ustalarimizning ishlari sizga yoqqan bo'lsa, like bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Hali ham obuna bo'lmasdan bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, hoziroq Usta Abdulloh kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Bizni kuzatishda davom etinglar.